Biz podключ topshiramiz deganda nimani nazarda tutamiz? Keling, bizda bu jarayon qanday kechishini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Birinchisi brief jarayoni, ya'ni format, lokatsiya, brend oldidagi vazifalar kabi barcha talab va istaklarni yig'ib olamiz. Bu keyingi bosqichlar uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchisi dizayn, konsepsiya va vizualizatsiya. Mijoz hali ishlab chiqarish boshlanmasdan oldin natijani ko'radi va har bir detalni tasdiqlaydi. Uchinchisi muhandislik va texnik yechimlar. Konstruksiya 1 yil yoki 10 yil turib berishi aynan shu jarayonga bog'liq. To'rtinchisi ishlab chiqarish. Bu jarayonda biz uchinchi shaxslarga bog'lanib qolmaganmiz. Ya'ni barcha qismlarni ishlab chiqarish va sifatni nazorat qilish aynan o'zimizning bazamizda olib boriladi. Beshinchisi montaj, ya'ni o'rnatish va ishga tushirish jarayoni. O'z brigadamizga ega bo'lganligimiz sizga aniq muddatlarni va'da berishga yordam beradi. Oltinchisi kafolat. Biz ishni topshirgandan keyin g'oyib bo'lmaymiz. Texnik ko'mak va servis ishimizning ajralmas qismi. Har bir bosqich uchun mas'ul menejer biriktirilgan va bularning barchasini umumiy qilib podключ deb ataymiz. Loyihangizni muhokama qilish uchun Direct orqali murojaat qiling.